aka Asqarjon. La boyjon. Sen ishxonangga borgin-u, g'irq qilib mashinangni uyga qaytarib borgin. Men birov Oqtoshga borib kelay. Oyjon, davlatning mashinasi mumkin emas-ki, hali yonda chizig'i bor, gap degadi. Qonunga sig'maydigan ish qilmaylik. O'sha yonda chizig'i bor tursang aytyapman-da. Bolayni borib kelaman-a, bolayni. Oyjon. Asqar to'g'ri aytyapti. Davlatning mashinasini nima qilasiz? Ana o'zimizning mashina turibdi, sotdi o'zib olib kelamiz. Gap yangi mashinada ya, esing joyidami? Oqtoshning o'nqir-cho'nqir yo'llarida mashina rasvo bo'ladi. Har bittasi 80 so'mdan olingan g'ildirak. Yedirilib adoy tamom bo'ladi-ku. O'ylab gapirgansan gapingni to'g'ri. Oyjon, bu hukumatniki yedirilmaydimi? Hukumatnikini jonim qattiq baloyam bo'lmaydi. Bu oyligingizdan nima olib beraysiz sizga? Mundaroq keling. Mengami? Sizga. Mengachi Oyjon haligi. Paypami. İçki oynayayım. Ha bana o rezinkalik. Yo'q, Oyjon bilasizmi? Haligi. Ayta qoling endi, nima ekan? Ayta qoling. Haligi. Sotdi, arkasida tuma deydi, nima bu? Ha! Lopchi! Bo'pti, olib beraman, mana. Sizgachayiz, o'zingizga buyursin. Tag'in yana nima deysiz? Nima olib beray tag'in? Oyjon. Importnisidan bo'lsin. Nimadi? Voy, importnisidan. O'zimizniki bo'lmaydimi? Yo'q. To'g'ri kelmaydimi, ha? Men senga kim bo'laman? Kim bo'lalar? Oyim bo'lasiz. Xo'sh, qani ayt. Senga xotin kerakmi? Ona kerak. Ha? Ikkalovinglar ham keraksizlar Oyjon. Osib bergan onangizdan xotinchaysiz aziz bo'pti-da, ha? Yo, bunaqasi ketmaydi. Hozir xotiningni oyisinikka eltib qo'yaman. Nimaga? Nima gapirmagasi yo'q. Qo'yasan, vassalom. Men xotinni qo'yaman. Akalar aytsangchi. Oyjon, bular hali bir-birini idorasiga yaxshi to'lishgani yo'q-da. Biroz qo'yib bering, keyinchalik til topishib ketarsizlar. Sharmadan til topshamanmi qarani. Oyjon, hali bular yoshda. 1-2 oy o'tsa sekin qolib ishga soladi. Avoyi. Bu kelin hali baqoli minilmagan toy. Sekin o'z egallarini nuqtalab oladi. Oyjon, hali minilmaganmi? Sinoda uyushing. Assalomu alaykum oyijon. Ya jüpte durib qolmoqchimisan? Oilingni tasha, oilingni. Oilingni. O'ylay qarang. Hayoldan ko'tarilib yozibdi qarang. Hammang ham shunaqasizlar. Oylik oladigan kunlaring eslaring kirdi chiqib qoladi. Yo'q, unchalik emas oyijon. Hozir boplaymiz, hozir. Mana. Gapni davomida, barakalla. Salomat bo'ling oyijon. Bola. Qochqin. Gel, hadi yanımda oturalım, gel. Ben gel, geç. Oturalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tüplünü geç. Ah, Tüplünü geç, tüplünü. oyijon. Hali kelinlarim oldida bo'lsam qilmang. Gapni aylantirma, geç. Yo'q. Yo, mana o'sini geç, o'ngini. O'ngini geç, o'ngini geç. Yo'q. Ha, o'ngdan chapni ajratolmay qoldim, o'ngini deyapman, o'ngini geç. Bunimi? Ha, shuni geç. Abi, qo'limga olib ber, qo'limga olib ber. Voy. Qaynoq bu. Bola, mana u nima? Obba. Iye.
Tova. Buni qarang. Buni qaragin, buni qaragin, buni qaragin. Abi qurib ketgan kim solib qo'ydi ekan bu yerga? Sop qo'yib ketdin. Kim solib qo'ydi buni? Bola. Men pulni hididan bilaman. Ha, bilasiz. Yutib yuborsang ham topib olaman. Topasiz. Ko'zlarim ringin bo'lsa. Ha, ringi. Yo'q, mana unga katta bola bo'lsang ham aqling kirmadi. Bo'ldimi, qutuldingmi oyijon? Bo'ldi, qutulding. Qanmini childirmasin, bir chalingni lo'killasin. Внимание! Qadrli radio tinglovchi do'stlar, bugun biz tikuv firmasining ilg'or tikuvchisi Lutfxon Boboyevaga bag'ishlangan eshittirishimizni boshlaymiz. Bu yerda muzika bo'ladi, muzika. Atla şarmanda. Somkani oching, ichidagini choching. Mana oyijon, sumkamni ham ola qoling. Mana somkangiz o'ziga bersin o'shay. Qani bu maoshingizdan o'zingizga nima olib bering? Mengami? Sizga-de. Anu. Voy! Tuflimi? Paypoqmi? Haligi, mana bitta rezikasi bor. Voy, nima bo'lar ekan gapira qoling. Voy! Shu Uyat bo'ladi ular gapirmang. oyijon ishxonamizga putyovka kelgan ekan. Ruxsat bersangiz, o'g'lingizlar bilan bir Kavkaz tomonlarni aylanib o'tamiz. O'g'lim bilan Kavkazga borgingiz kelib qoldi. Xudoga men qatla shukr uyimda televizor bor. Olamga sayohat degan eshitish. O'shani ko'ring, o'tiring. Kavkazda nima bor? Kavkazda pishirib qo'ydimi sen? Ну, меня, как режиссер, вот эта обстоятельство не удовлетворяет. Ой, твоя шава говорит, шава говорит.